Iltimos videoni tomosha qilishdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqing, chunki Avtomashina Channel sizga avtomobil va texnologiya olamidagi eng yangi va qiziqarli kontentni muntazam taqdim etadi. Bugungi videoda Honda Tamper Glide modeli haqida batafsil va tushunarli ma'lumot beramiz. Bu model ixcham sayohatni qulaylik va ishonchlilik bilan birlashtirgan zamonaviy yechim sifatida e'tiborni tortadi. Honda Tamper Glide dizayni aerodinamik chiziqlar va amaliy shakl uyg'unligi bilan ajralib turadi. Tashqi ko'rinishda silliq panellar, mustahkam kuzov va yo'l sharoitlariga mos balandlik mavjud bo'lib, uzoq safarlarda barqarorlikni ta'minlaydi. Old qismidagi yoritish tizimi energiya tejamkor LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, tunu kun aniq ko'rinish beradi. Yon tomondagi sirpanma eshiklar esa tor joylarda ham qulay kirib chiqishni ta'minlaydi. Ichki makonda funksionallik birinchi o'rinda turadi. Transformatsiyalanuvchi o'rindiqlar bir necha soniyada yotoq joyiga aylanadi va ikki kishi uchun qulay uyqu maydoni hosil qiladi. Shift balandligi yaxshi rejalashtirilganligi sababli ichkarida erkin harakatlanish mumkin. Saqlash bo'limlari esa sayohat jihozlarini tartibli joylashtirishga yordam beradi. Oshxona bloki kichik ammo juda samarali bo'lib, unda ko'chma plita yuvinish uchun kran, suv baki va ixcham muzlatkich mavjud. Bu esa qisqa to'xtashlarda ham ovqat tayyorlashni osonlashtiradi. Elektr tizimi zamonaviy talablarga javob beradi. Quyosh panellari bilan moslashuvchan integratsiya imkoniyati mavjudligi sababli avtonom energiya manbai yaratish mumkin. Ichki yoritish USB va 12 voltli rozetkalar gadjetlarni quvvatlashni ta'minlaydi. Multimedia tizimi sensorli ekran, navigatsiya, Bluetooth va smartfon ulanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ovoz tizimi esa salon bo'ylab bir tekis tarqalgan tovushni beradi. Xavfsizlik masalasida Honda Tamper Glide faol va passiv tizimlar bilan jihozlangan. Barqarorlikni nazorat qilish, tormoz yordamchilari, kor joylarni ogohlantirish va kameralar to'plami haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Shassi va osma tizimi yo'l notekisliklarini yumshatib, uzoq masofalarda charchoqni kamaytiradi. Dvigatel qatori tejamkorlikka yo'naltirilgan bo'lib, benzin yoki gibrid variantlar mavjudligi hudud va ehtiyojga mos tanlov qilish imkonini beradi. Uzatmalar qutisi silliq almashadi va shahar hamda magistralda barqaror yurishni ta'minlaydi. Yonilgi sarfi oz sinfi uchun maqbul bo'lib, ekologik ko'rsatkichlar ham yaxshilangan. Iqlim nazorati tizimi tez sovitish va isitish imkoniyatiga ega bo'lib, tort faslida qulay muhit yaratadi. Izolyatsiya sifati esa shovqin va haroratni ushlab turadi. Suv va chiqindi tizimlari gigiyenik me'yorlarga mos ishlab chiqilgan bo'lib, parvarishlash oson. Honda Tamper Glide sayohatchilar, juftliklar va mustaqil sarguzashtni sevuvchilar uchun ideal tanlov bo'lib, u shahar hayotidan chiqib tabiat qo'ynida qulay dam olishni xohlaganlar uchun mo'ljallangan. Agar siz ham ixcham ammo to'liq jihozlangan Tamper izlayotgan bo'lsangiz, ushbu model e'tiboringizga loyiq. Texnik tafsilotlarga chuqurroq nazar tashlasak, materiallar sifati va yigilish aniqligi Honda an'analariga mos ekanini ko'ramiz. Eshik mexanizmlari yumshoq ishlaydi, mebel panellari esa tebranishlarga chidamli. Qo'l qoplamasi namlikka qarshi ishlangan bo'lib, tozalash oson va sirpanmaydi. Derazalar ikki qatlamli bo'lib, issiqlikni saqlaydi va kondensatsiyani kamaytiradi. Ventilyatsiya tizimi ichki havoni tez yangilaydi, uzoq to'xtashlarda ham yoqimli muhitni saqlab turadi. Yoritish ssenariylari bir nechta bo'lib, dam olish, ovqat tayyorlash va tun rejimlari mavjud. Tashqi tomonda soyabon tizimi ochiq havoda qo'shimcha yashash maydonini yaratadi hamda yomg'ir va quyoshdan himoya qiladi. Yuk tashish qobiliyati oqilona taqsimlangan bo'lib, tom relslari, velosiped yoki qo'shimcha qutilarni o'rnatishga imkon beradi. Gildiraklar va shinalar aralash qoplamalar uchun tanlangan. Shovqin darajasi past va tutashuv yuqori. Texnik xizmat ko'rsatish oraligi kengaytirilgan bo'lib,